do'stlar hammaga. Bugun biz siz bilan bizga 3 ta afsona kelgan, o'sha afsonalarni ko'ramiz birma-bir. Mana bo'lmasa ketdi. Bizga kreativda asosiy narsalar kerak bo'lar ekan. Biz o'yinni boshladik. Birinchi afsonada ana jodugar olovda o'lmas ekan. Hozir shuni sinab ko'ramiz. Mana hop, endi bizga jodugar tuxumi kerak. Mana bu talmin. To'g'ri, buni o'ldiraymi? Yo'q. Hozir jodugar tuxumi kerak. Mana Qilichpul cholib ana kriptorda yo'q bor. Hop, mana bu jodugarni qo'ydik. Mana qo'ydik, endi lava qo'yishimiz kerak ekan. Bu lavada o'lmaydi deydi, Ye bular. Ye haqiqatda o'lmas ekan. Qani, yana bitta qo'yaylik-chi. Ye haqiqatda o'lmas ekan lavada. Bundan kuchlilar o'ladi. Birinchi afsonamiz o'xshadi. Demak, ikkinchi afsonaga. Ikkinchi afsonada jitellar ham mana kiyimlardan kiyadi deyilgan ekan. Qani ko'ramiz. Bitta jitel tuxumi va keyin mana qafasga qamash kerak ekan uni birinchi. Keyin bizga mana kiydiradigan bo'ladi. Keyin bu hop, qani boshladik. Hop. Bu yerga qo'yildi. Ana endi jitelga yozamiz. To'xtab turinglar. Qo'llanib. Hozir endi bizga kiyimlar kerak bo'ladi. Yana bitta sizlarga tushunish uchun oddiy kiymaganini ham ko'rsatamiz. Mana bu kiymagan, olmos aslahalar kiymagan jitel. Hop, ana endi biz bunga olmos aslahalar kiygizamiz. Hop. Ana endi biz oldik. Endi biz buni kiygizishimiz kerak. Hop. Xuddi mana shunday bo'ladi. Hozir biz bunga bitta hop tushmadi. Hop, oyoq kiyimini oldi. Hop, ana hammasini oldi. Ana endi demak bizga olmosli qilich kerak bo'ladi. Olmosli qilich. Olmosli qilichda biz nechta 1 2 3 tada o'ldi. Endi bu nechtada o'ladi? Chunki bu olmos kiyim kiygan. 1 2 3 o'ldi-ku. Ikkinchi afsona o'xshamadi. Navbat 3-afsonaga. 3-afsonani qilish uchun bizga lava kerak bo'ladi. Keyin biz survivalga o'tishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, biz hozir survivalga o'tamiz va videoni qaytamiz. Survivalga o'tib olamiz.
Hop, survivalga o'tib olgandan so'ng lavadan tepadan water drop qilgandaqa tepadan lavadan qilsa bo'lar ekan. Shuni biz hozir tekshiramiz. Qani bir bo'lmadi-ku. Demak, o'xshamas ekan 3-afsona ham. Hop, biz qaytamiz demak. Sizlardan bizga kuzatganlaringiz uchun kattakon rahmat. Hop, bizga endi sizlar ham afsona yozib qoldirsanglar, biz shu afsonalarni tekshirib ko'ramiz. Sizlar normalniy afsona yozinglar. Qani bo'lmasa go.